Uyingizga kirsam maylimi? Men qolishim kerak bu uyda. Sen o'zingga boshqa joydan uy qilib chiqib ket. Otaxo'li Babur boshqacha. Fayzli bo'lardi. O'sha paytlar. uyini nega sotyapsiz? O'zing tuzumsan. Eshitdim. O'zing tiklavyapsan. Aka. Otaxo'limizni nimaga sotmoqchisiz? Xavotir olma. Sotilsa sana haqqingni beraman. Men siz oldingizga pul so'rab kelganim yo'q. Shu uyni sotaman deb o'sha paytlar meni chiqarib yuborganmidingiz? Nima qildiysan Baho? Xudo ketma-ket ikkita o'g'il farzand berdi. Ular ham bizga o'xshab uy talashib yursinmi? Qaytar dunyo ekan. Shundan qo'rqaman. Shu gaplarni o'yingizdan eshitmoqchi edim. Jiyanlarim yuz ko'rmas bo'lib ketmasin. Shu ikkita uy mendan jiyanlarimga hadya. 3 yil oldin ham aka-ukani o'rtasi buzilmasin deb mard bo'lib kalit tashlab chiqib ketganding. Bugun ham aka-ukani orasi buzilmasin deb kalit bilan kelding. Aka. Otamdan keyin otamsiz. Shu uyga har safar kelganimda otamdek kutib olsangiz bo'ldi.